Assalomu alaykum, pazanda qo'llar o'z kanaliga xush kelibsiz. Bugun inshaalloh sizlar bilan birgalikda muzdekgina juda ham mazali rayhondan mohitto tayyorlaymiz. Bizga kerakli masalliqlar 1,5-2 bog' qizil rangli rayhon kerak bo'ladi, 2 dona limon kerak bo'ladi. Bismillahirrohmanirrohim. Rayhonlarimizni tozalab yuvib, idishimizga solib, ustidan 1,5 litr qaynoq suv solamiz. Rayhonimizni ranglari chiqib, suv soviguncha chetga olib qo'yamiz. Endi esa 2 dona limonimizni suvlarini siqib, sharbatini olib olamiz. Mana sharbatini olib oldik. Endi sharbatiga 100 gram shakar solamiz. Juda ham shirin xohlasak, 150 gram solsak bo'ladi. Yaxshilab shakar eriguncha aralashtiramiz. Yaxshilab aralashtiramiz. Yaxshi erib ketishi kerak. Mana erib tayyor bo'ldi. Endi mana rayhonlarimiz rangi to'liq suvga chiqdi. Rayhonlarni alohida olib olamiz. Juda ham chiroyli rang bo'lib chiqadi. Endi esa rayhonimizni setidan o'tkazib olamiz. Mana tayyor bo'ldi. Ranglari mana shunaqa rang bo'lib chiqadi. Haqiqiy tabiat go'zalligi. Hidlari ham juda ham ajoyib bo'ladi. Buni rangini chiroyliligini idishimizga solib olamiz. Sovigandan keyin limon suvini yaxshilab aralashtirib, ustidan quyamiz. Qaranglar, qanaqa chiroyli rangga ega bo'ladi. Juda ham ajoyib kimyoviy hodisa ro'y beradi. Ranglari juda ham chiroyli, hidi juda ham ajoyib, mazali ta'mga ega bo'ladi. Endi xohishga ko'ra bezatamiz. Men limon bo'laklari va rayhon barglari bilan bezatdim. Hidi juda ham ajoyib bo'ladi, mazali, muzdekkina. Endi xohishga ko'ra muz solamiz. Muz bilan muzdekkina yana ham mazali bo'ladi. Va stakanimizni ham bezatamiz. Ustidan mohittolarimiz qo'yamiz. Juda ham mazali, hidlari juda ham ajoyib. Ichimligimiz tayyor. Tayyorlab ko'ringlar. Sizlarga ham tavsiya qilaman. Video yoqqan sizlardan bitta like. E'tiboringiz uchun rahmat. Kelgusi videolarimgacha sog' omon bo'linglar. Kanalimni kuzatishda davom etinglar.